Assalomu alaykum obunachilar. Biz yopiq kanallar mana ro'yxati turibdi. Mega kimyo bilan tanishtiradigan bo'lsak, Mega kimyo o'sha mashhur kitob. Mana mavzulari turibdi. O'sha mana qadalgan xabarda bo'lsangizlar, mavzu chiqadi va masalan qaysi kerak bo'lsa, shuni ishlasa, masalan mol mavzusi kerak bo'lsa, ko'k yozuv mol mavzusini bosasizlar, mana raqam chiqadi. Uni 74-savol kerak, 74 bosasizlar. Mana yechim. 58-savol ishlaymiz. Bizda demak yechim orqali qilingan. 4,48 litrni egallaydi. Demak bizdan molekulyar tartibda yechimlar joylab ketilgan. Qancha bo'ladi proporsiya qo'shib. Kanalga a'zo bo'lib ko'rib ketaverasizlar. Ko'paytiramiz 22.4 ga. Yoki buni pauza qilib yozsanglar bo'ladi. Xuddi shunday tartibda bo'ladi. Yana o'sha qadalgan xabar, qaysidir mavzu kerak bo'lsa, shuni topasizlar. Masalan, aralashma mavzusi bo'lsa, aralashmani bosasizlar. Aralashmani qirg'inchi test kerak bo'lsa, mana qilingan yechimini qilib ko'rib ketaverasizlar. Yechimni mana shunaqa qilib ishlab ketsanglar bo'ladi. Mana yechimlar qilingan video tartibda. Kanal bir martalik to'lov 100 ming so'm bo'ladi. Bir marta to'lov qilasizlar va kanalda 1,5 yil foydalanasizlar. 1 yil, 1,5 yil kanal ichida bemalol foydalanib bilimlaringlarni oshirib borasizlar. Oson mana videoni topish mana xuddi shunday. O'sha qadalgan xabar, kerakli mavzuni bosib, masalan 12-mavzu, 71-testni bosib, yechimni ko'rib ketaverasizlar. Juda foydali. 70-savol ishlaymiz, kalib yermanlar bor bizda. Pauza qilib, qo'ysanglar ham bo'ladi. Masalan, yozib olsanglar, qaytadan ko'rish imkoniyati ham bor. Va boshqa kanallar ham bor mana.